Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytlar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. Uyda gal safarda choch osrima bo'lsang agarda hamro'manga har kuni Allohning nomi sarkarda 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 yeza ve şehirde sarkarda sarkarda hamro'y sarkarda yurishlik mahsulotlari Namı dastan qadam yetken hamma yerda bizga hamroh nega borsak bu sarkarda. Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tojdorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasining bugungi soni o'zlaringlarda bo'layotdi. Men Abdulla Abdurahim. Har qanday odamning hayotida esidan faqat chiqmaydigan bir hayot bosqichi bo'ladi. U balkim bolalikda yoki savodashlikda yoki sapdoshlikda degandek. Bu muxtar kichik vaqtimizdan shu o'qish boshlagan vaqtimizdan tortib shu maktab hayotidan boshlab bu asosan muzika qiziqadi. Darslarga yaxshi-da, lekin asosligi muzikada. Hatto kech-kechalab tong otqicha uxlamay muzika chaladigan. Bir yerlarga to'yliq bo'lsa, shu to'ydagi yerlarga chalgan muzik asboblarini ertasi yana to'yga bor emasmi? Shanba kuni bir to'yga bordi, yakshanba kuni bir to'yga bordi. Ertasi yana shu to'yga berib men chep berma deblar. Şunu qo'ltiqlab yenib keldi yataqqa. Kecha shuni chalibdi. Hammamiz naqsh etdik. Agar unda chaldigan narsani topolmasa, bu bizning shu dars o'tadigan chingfanlarning ochqichini peyli qilib olib. Butun chingfan ochqichi orasida shu bir ochqichi bor. Buni adash, ochqichni berib turay, men bir qancha chilaydi deb peyli qilib oldim. Peyli qilib olib, shu vaqtda chingfan dars bo'lsin, mana do'st ananda kecha muzik chaldigan. Muxtar savaqdishimiz to'g'riliq gap bo'lib qoldi. Hamda bu to'g'riliqmi birdan bir so'zlashaylik hisobda Muxtar bizningki sinfimizdagi savaqdoshlarimizning ichida amaliyot o'qish bitgandan keyin o'g'illarning ichida eng dastlabda ekranga yuzlangan bir savaqdishimiz bor. Uning dastlabda ro'ylagan kinosi to'g'riliq mana bu yerda bir kichik bir shoshib bor, ko'sak esimizga keldi. Xizmat qilib yotyapti. Raşid alamsiz, aytalayman. Usul o'ynalamsiz. Albatta o'ynalayman. Usuldan boshqa yana tig'iz sazmi chalalayman. Sana shu. Osmo, muzika. Nega berishimni o'zim bilmayman. Dadangiz qo'g'laydi. Men qochaman. Bu Muxtar demisimi bizning savaqdoshlarimiz ichida bo'lapmi shu muzika bo'lsin, aktyorlik jihatda bo'lsin, nayt oldin qatorda savaqdoshlarimizni birisi. Bu muzikaga qilib qiziqachqimi? Meni esimni qilish o'zi so'zlab bergan bir hikoya bor-ku. Dadasiga agar men Gavjunga o'talisam, sen menga muzika olib bersa degan bir gapi bor. Ha? Shuni bilan nima berma desa garmon deydi bu. Degandan dadasi Abdulla akam bunga va'da berib, Abdulla Talib akamiz. Men sen olib berma deydi-ku. Olib berma deb garmon, menga sen garmon olib berma deb o'tib qo'ygandan keyin shuni burunqi Erdocho Dalib deymiz, ashning ichiga kirib, ig'iz garmon deb bir deb berdi-ku. Garmoshka. Cho'ng asli akordon, garmon deb qo'ymizmi? Shundis buni olib bergandan keyin bu terik kelib qapolab, yana shuni olib berganiga qanoat qilib, bu ig'iz garmondan bak yaxshi chalgan bo'lib ketdi. To'g'ri, esimda bor. Undan keyin sen oliy maktab o'talisang, dansingdan bir olib berma degan yeri bor. Shu to'g'riliqmi? Ashunda deb bu o'zi shart qo'yib yurib, dadasi buni shart qo'yib, bu o'ziga shart qo'yib, bu muzikaga nayt qiziqachqimi? Bu aşı pellenpey menga yurib, bu haqiqatan oldiga ilgirlab ketgan. Unisi boymi sen degandek, bütün chingfanninki emasdan ochqichini shunga. Bizlarga to'y bir narsa yenib kelsak, bir yildan shu tirim ovozli chiqadi. Hey, Muxtar deb kirsak, yarim ko'chada mush. Ko'zlarim shu qip-qiz qardab ketgan uxlamoq. Bütün vujudi bilan muzika qiziqin rasta. Hozirgi kelgi shunda, ammo bizni ko'rishmaganda uzun bo'lib ketdi emasmi? Yaqinda qayta tepishib, buning bilan
turmushlarini bir kuzatdim. Hozirgi kelgacha bir kunda 7-8 soat muzika mashg'ul etibdi. Bu to'g'riliq hamda Abay deydi, hamda dastlabda bizning o'g'illarning ichida ekranga yuzlangan savodishimiz. Agar shu paytda minib ketgan bo'lsa, balkim bu chaqqa nihoyat nurg'un natijalarning egasi bo'lishi mumkin-di. Hamda Muxtar shunda bir savodoshlarimizning bilgisi keladigan bir ahvol bor. Sen to'g'riliq keyin har xil yangi gaplar chiqib ketdi. Sening shu ekranda birinchi qatam ko'rinib butun Şinjan'da senin namın purkatdi degidek shunday darajada tanilgan bir adamsan. Nimishqa qanday bir sababdan sen bu ekranda keyin ko'rinmading yoki buni voz kechishga to'g'ri keldi? Shuni bir bizga bir savodoshlaring bir tushuntirib qo'ysan. Ha, qo'zam, bu endi bu masala bizga murakkabligina delo murakkab. Sen bu fukusa endi qo'zam, seni da'vatlamsan. Mening ang'irim deb qayma buniki dastlabda bu o'qishib tugagandan keyin buniki bir qo'li buniki shu bir hodisa bilan bu qo'li kesilib ketdi buni. Asli bu kesilib ketish sababimi men bilganimda bu shu biz shu muzik chalaman deb yana shu elektronlik realdan birni shu ko'tarib, yutib mengib qo'lida tutib. Muzikani o'zini asramasin bu muzikani asraytamasin bu. Shu bilan bu vaqtida mashina oz. Bunun qo'ldagi deyansing yo'g'on bo'lgandan keyin men bir japa og'ini silib bir motorni keyinda o'tirib, shuning bilan bu deyansing ig'ir olgandan keyin shu yo'lda ketib qolib motor tayilib ketib, yiqilib tushib qo'ldan og'riq qolgan bu hayvonni olganman. To'g'ri, deganing xato emas-da, bir kuni biz yo'q, bir yerga berib, kecha yana shu muzik chaldigansan degandek muzik chaldigan yerga berib, qaytib keldi vaqtida shu muzika amroqlikdan unimi yana qaytirib kelib, kecha hech vaqtni o'tkazmay muzik chalib, aytsa opirib berma deb, shuni shunday motorning yanada bir nimasi var, bir motor var, uch chaqliq. Shu chaqdiki, shu yerda shuni tutib o'tirdi ekan, o'ylamagan yerda bir kelishmaslik kelib, shu motor og'dirilib ketib, shu denizchining haqning narsida uni qo'g'dayma deb, bu qo'li eg'ir tumuni ostida qoldi ekanda. Zanjirning ostida qoldi ekan. Mush barmoq qilqini hozir ko'rsak bo'ldi. Aldirmay ko'rsatdi mana. Ekranga bir ko'rsatib qo'ying. Mana. Bu bunu ish qilib, bu bizning sinfdami asli haqiqiy bir komdik artist bo'lgan savodashimizda bu. Uning ustiga men boyada sana gapni deb qo'ysam, men bu o'ylab qoldim shu. Bu danschilikni mashq qilib olaman, bu bir masala. Yana birisi shu vaqtda sen bilsanglar yengilnishi, baktis shu Shu vaqtda bu ashliq har bir guninglarni, ashliq iqtidorlarni uqib olaman deb bo'lsa-mo, gerçi bu İngilizce bilmegen bilen aş bir narsani qilib yezib, o'zini keçib, aşında qilib uqdi bu. Anda bu sinfda mo'yliqi rolonga vaqtida bu qiziqdi bu. Etotni boyam deyishdi qo'y. Etotni vaqtlarimizda böyle faqat adam o'xshamaydigan bir narsa yaptı. Bir kuni senmi bor o'tiratimiz, Mayra Zakir o'qituvchimiz, apay, Mayra apay Muxtar buningdan chiqan hammamiz kankalar o'tirsak bu etotdan kechib bulunga kirib oladi usta chizilib o'tirdi. Ha, mana apay deb o'tirdilar. Shu buningdan chiqqan hammamiz qilib bo'ldi, siz chiqmabsiz. Etotdan bir o'ynadi. Hamma buni chiqardi. Chiqarsak shu bilan bu vaqtga bizning sinflarimiz ham yog'och pol, rasmi pol. Shu bilan apay, beli tutosh. Demaksa etotni ismi edi deb. O'rni xo'yanchi edi. İstanbul ama sonra bu qamoqdan birini tashladı. Polning tepaga. Bu otladı, bizim otladık, elimde yaşadı ya böyle çıkamdı. Otturumuz otarsak. Şu an ahir bir yarım saat hep otarmışız. Hiç şey olmuş, qamoq tutib oturdu bu. Hem biz oylaymiz da eyle çıqa. Şunu bilan o'zi qarab otarsak bu shuni kulib ketdi bu. Şunu bizim parat kulib ketdi qo'y, hech şey olmagandı ki yerda. Muxtar nemish qilyapsiz deb papay qap olsa. Boyatim bu xo'yanchi degandim, birdan ko'zimga xo'yanchining suvi ko'rindi, birdan pol ko'rindi. Kulgum kelib ketdi dedi. Kulgum kelib ketdi. O tugab ketdi. Yani bir kun qarasak bu burun bu birinchi cho'ng olgandan keyin bu yezning turmushlari tushunmaydi bu vaqtda. Shuning bilan yezdin kelgan bir dehqon rolini o'ynaydigan bo'ldi sen. Esingda bormi keyin? Shuni kirib bu uyga kirdi, bu tuqqunning uyiga. Urumchidiki hisobda. Shuni kirib atrofni hamma qarabdi, bu Bengshan ko'rib boqmabdi ekan bu. O'zi shu yezdin kelganda. Shuning bilan bu Bengshanning ishkini ochdi. Bizga doji bir Bengshan otib, ichib bu bir ishlarni qilib ketdi, nemish qildi desak, yo'q, shunlar bir vaqt ayadim bir judim birini kiyib 6-oyda. Bengshanning oldi kelib o'tadi. Bu etot shunga bu hammamiz kulib ketdik. Bu sen nima bu 6-oyda nima bu?
Jo'kib o'tirsak, Benshanning ichidan chiqqandim shuni soqqa chiqqandan keyin shuni jo'kib. Shuni ifodalamoqchi ha. Shuni ifodalamoqchi. Bu ishga qiziqdi bu. Yani bir kuni biz bir topshiriqni hammamiz tang ishlab keldik. Bu yani yo'q. Umuman bu bizning sinfimizda bir kayshing o'tdi. Buning epizodini eng oxirgi olib qo'ydik. Chunki bu har xil qiziq ishlarni qilib bizni oxirgi tilanglaganligini, qo'shib bir kuldirdi-da. Muxtarniki eng oxirida qolsin deydik. Shuning bilan bir kuni esingda bormi bir 9-10da o'g'alvolni ish qilib pingtayning ustiga pingtay tizib mush Ish qilib biz xalijik ishildik bu to'tiga. Ishlab shuni ol tayyorlik yarim soatdak tayyorlik ketdi. Mayra opaymi nayt aldirmay ko'di ha. Qiling cho'qim ko'rimiz deb. Shuning bilan bir kamda oqisi o'tib bak tast yomish igiz pingtayning ustiga chiqatdi. Nima ish qilgan deb qarab tursak yo'q. To'lg'i bizni Mayra opayning oldiga gulib deb tushiblam. Polmudug'ini suvizda, polmudug'ini. Qashqi chiqatdi-ku. Chiqib shuni bilan hammamiz kulishib ketdik. Aldiga akilib. Nima ish qilyapsiz? Muxtaris 17-yildan tog'ni suv o'zim natdim dedi. Polmudug'iga. Bizning qo'shnimiz Shomava-ku dedi. Ha, ba desa, shuning qizi qarang, xo'yan chiqib tushib ketibdi. Shuni qutqizdim dedi. Qani u qiz desa, doktorxonaga olib qo'yib keldim. Sizning bu kitobingizni o'zingiz cho'qim bir qatim o'qib birib, ondan o'ynasangiz bo'ladi. O'ynagan narsa kim tushuntirib bergan yaxshi bo'ladi. Bu tushunmaymiz. Tushunmaymiz. Dramada, hamda dramaning san'atida, sahnada ba'zi narsalar qig'in bo'ldi, ba'zi narsalar qig'il bo'lmaydi. Qig'il bo'lmaydiganini qiladi. Qig'il bo'lmaydigan narsalar qiladi bu. Urg'i tushida qashtiryapti. Sayjo, nima qilyapsiz? Basaylayaptimi-da? Apay deb. Peliyoq ustiga bu. O'rekkan polni o'tib turib, mandaq tushib, nima qilyapsiz? O'rg'i tushyapti bu. Peliyoq ustiga qashqa bir kuni shunday epizoddan bir ishlab ketdi. Shuni Mayra opay ashta o'tirdi, oldiga tushibla. Bunda qipla yana bir xil bir yer tushayotganda qildi, uni qog'in o'qmay, "Ha, nima ish qildingiz?" deb so'rasa, "Shu, opam bog'o" dedi, desa, "Muxtar saya kir" deganda urg'i tushib saya chiqdi. O'z dapirdi. Demak bu itoat tugidi. Yana bir odati bor buning. Kotoyi, qo'zam degan. Qo'zamimizda qo'zam deydi. Maktabda o'chaqda 300 ga yaqin o'quvchi bordi. Hammamiz aytib bir oilaning odamlaridek cho'ng va kichigi bor. Bu Muxtarning kotoyis qo'zam, hammasi qo'zam deydi. Bizning qo'zam deydi, Aminaning qo'zam deydi, kichik usulchi bolaning qo'zam deydi. Siz bu dramada o'qimay padishlikka sotdik. Bir kuni qanday bo'ldi demamsa, uyga borsa, odatlanib qolgandan keyin dadasidan pul og'ilib olganda ishkimiz oyliqni. Og'ilib olsak, shuni ol, "Ha, kelib qopsizlar, tomoq yanglar" deb ketib vaqtida, "Ey, qo'zam, pul tugdi" deydi. Abdulla Cho'ng qo'zam. Abdulla akamning, "Ayt yaxshi" deydigan bir odatimiz bor. Buni yana bir kotoyisi bor. Islamki, "Hozir kelma" deb qo'ygancha. Yo'qib ketganmi? Ishqilib bu, yaxshi bu muomalasini shunday yaxshi bir ishni qilayotgan bo'lsak, muhtar menda ishlayapti, meni qildi deb desak, qattiq yoqtirmaydi. Turib, "Qo'zam" dedi. "Hozir kelma" deb chiqdi. Hozir keldigan bo'ldi deb o'tiramiz. Ba'zi 3 kun, 4 kun kelmaydi deb tashlaydi. Hozir kelmam bilan yo'q chiqib 15 kun bu. Bu shu savodishimiz shu boya so'zlab o'tgandek, shu barmoqidan ayrilib qolgandan keyin buning muzikaga bo'lgan qizg'inligi tuvallab ketadi ekanda. Shuning buningga nihoyatda bak daji bo'lib ketadi ekan bu ish ta'sir qilib. Shuni bilan men davomli bilib bo'lgandan keyin so'raydim. Unda qilma, yana davomli tirishqin dedim. Yangilikqa barmoqdan ayrilgan vaqtida ko'nish ta'sir. Muzikalar haqiqatan biroz chalib bo'lgan bo'lib qolgan, burunqidek yaxshi emas. Shuning bilan bu muzika çalmaydiganga asosan joyding qilib qopti shu chaqda-chu. Shunda qilib bu Beijingga berib biroz bir boshqa bir muzika akkordlashtirish ustida izlayman hamda aldirmay naq maydon chaldiganga sal qulaysiz bo'lgandan keyin Beijingga berib kelay, o'qib kelay dedi. Mishad o'rgansak bo'ldi dedim, lekin qanday bo'ldi ish qilib Beijingga shu akkordlashtirishni o'rgangilik ketdi. Shu jarayonda hamda bu ekrandan shunchalik yaxshi bir sharoitga ega tunilib bo'lgan bir aktyor ekrandan olib qoldi. Chunki bu yer bo'lmagandan keyin buni tanlaydigan odamlarmi bu shunday qilib psixolog pulni konsert yo'qolib ketmasin bu. Beijingga ketib necha yil yo'qolib ketgandan keyin ekrandan olib qoldi. Bu to'g'riliq nihoyat nurg'un gap so'z cho'chaklari chiqyapti.
Çaş güzelleştirişdeki böz xarakterlik mahsulot sarkarda çaşni bir qitimda yuvib qaraytı suyuqligi chechingizni jonliq paqroq qiladi, rangi o'ngmaydi. Tarkibidagi odamga oziqlantirish javri chechingizni texnik sog'lom qiladi. Ishiltish intayin qulayli. Chashni bir qitimda yuvish, bo'yash maqsadiga yeta olasiz. Sarkarda maxsus siz uchun ishlan. Bu tish asrashdagi bösüş xarakterlik mahsulot. Tish asrashning eng yangi, eng unumli mahsuloti borliqqa keldi. Sarkarda aql tish pastasi tish qurutlashdan oldin olib, tish sog'lomligingizga kapolat qiladi. Aqlli kishilarning tanlashi Sarkarda aql tish pastasi. Ko'rayotganingiz Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida olib berilayotgan xush keldingiz programmasi. İsmi keldi adaş. Tanılgan adamdan kendi neme gap söz olmadı. Ma işkimiz doğruluqma ba'zi gaplar bor. Buni men mushu fursatdan foydalanib ko'pchilikka bir mushu ishni bir izohlab o'tkim keldi adaş. Abdukiram bilan Abdulla ikkisi bir yaklanmaydi. Boshqa gap emas ekan. Ikkisi chiqishamaydi degan yerga akab qo'yibdi bizni. Men tushundim uchirganligi. Abdukirimning qilayotgan ishi texmi murakkab, vaqti jiddiy, men bu mayaqti texmi jiddiy. Bizden fakat vaktimiz bir yekemevatga iş ve hatta biz özümüz mesleğetleşken... Yapağına böyle versem adaş, bizdenki sınıftaki sabahtaşlar ben manda karayım çoğu. Biz yıllıkı bir yere kelenmezlik emez, biz sabahtaşlıktan alıp ketkenler. Mesela aynı çağda seninki akılların kilitli. Abdülkerim Kamil deyimiz, Şirili Kamil deyimiz, şulu kesimi, hazır mı kudum, Mömin Canma benim gözümge. Yıllıkı bir ak şapak topusuyla sizin o gibi başta patpağın altı ötken günü karsam mı kırıklaştım manga sınıfsam o kadar arasındaydı o. Biz şu vaqtda şöyle biz aile boyunca berişkiliş kılıp, bizden bu bizim bular mı sabahtaşlığın ki özümüz sabahtaş emez ondan alkıp ruhtukanda köp ketken. Ruhtukanda köp ketken. O biz o yakınlığımız çokum yakın adam günde bile jüri şart emez. Bizim işkimiz işki idarada. Hem de her kanday vaqtda bisimizde beşimizni kunçusun yoki bir çoğrak işlar olsun bir-birimizning tupağa işimiz yok. Hiç iş qilolmasak mı tilfilishib turamiz, ba'zi uchrashib turamiz. İşlerimiz olsa ayet ötleşip ezelden birbirimiz açıklatken yerimiz yok. Bazı adamların çok ağzını tutağın olmayı arkadaş. Hem de yaxşıra ötkende sen mi degen, elki bu xalqning bizga ko'ngine. Doğru. Ekran oldidagi barliq tomoshabinlarimizga, do'stlarimizga demoqchi bo'lganimiz, yetkazmoqchi bo'lgan eng yangi uchurimiz Abdukiram Abdulazmo. Yaxshi, uning bilan mening munosabatim nihoyat yaxshi. Bu kunda birga yursak degan orzu armonda yurimiz. Muxtar to'g'riliq yana gapimizni davomlashtiraylik. Adash, sening isming bormi? Ma rasm qara. Koy ma bir sekesem go. Birsimen kelme kozam. Kozam. Qo'lan bakim kozam var yatırsın. Qo'lam so'kkan to'qa. Saq vaqtimki? Biz qara adash 91-yili ashunda abaya so'zlab o'tdik. Mushunda bir o'zimizning talantini yangi idoraga kelgandek bir namoyon qilishga ehtiyojimiz bor bo'lib qoldi. Muxtar nihoyat qizg'inlik bilan menga yordam qildi. Kech kunduz muzik chelib, shu 91-yili kuzgi tava vaqtida biz bir oy, bir yarim oydak vaqt sarf qilib, bir 10 nechilagan naqshni tizib chiqdik. Kunda mashq qildik. Shunda qilib bir kuz o'tib, qish tava bo'lganda, biz ikkimiz bir mushu yam bingani ichida bir to'yin tayin tepib, shu adamga yo'l yurishtirib yurib bir 3 kunlik ijara olib, ana kendim bir bu yangi dengizchining qilsan degandek yangi sig'amroq emasmi, yangi chiqqaniga. Kavay degan bir dengizchiga u. Shuni elib berib, shu yerda shu 91-yili 10 necha naqshni tarkib topgan bir albomni surma, to'g'ri. Surma eson bormi? Men sen kozam deynime kelgandim sana so'q qilay. Va shu bormi senda? O sen asaratga qo'shilgan senda? So'q qilay. Degan yaxshi qara. O sen o'zingdan yo'q yaxshi. Menda yo'q, menda yo'q. Endi ma'noga ketib loyinchidan bir tepam sen Abdullahning uyida yo'q. Men buni rahmat adash, meni so'qqiganing bak yaxshi bo'ldi. Mening rost yo'q. Chunki u chaqda u buni qariday deymiz-ku, o'liqqa ma nashriyatda ishlangan. Xicha deganda qariday. Biz o'zimizning qizg'inligiga tayinib buni nashr qilgan narsa. Bu mazmundan chata chiqmagandan keyin shunda taq tutdik. Atsi buni ishlab bo'lgandan keyin berib, o'sha Ardochoda bir 4-5 tak day dukunat kichik day dukun. Shu yangi naqsh chiqsa, ashada gum yangraydi. Buni mudaymi? Ana dayni biz ashada bir do'stimizga berdik. Hamid ismli bir daychi bolaga. Bu yerda qo'ydi, biz ma ishkimiz ma chetga berib qanday bo'ladi uni inkos deb anglab turdik-da. Haqli o'lishib ketdi. O'lishib ketdi qara. Yangi naqsh chiqsa o'chaqda hammamiz o'lishdigan vaqtda. Birini 5 qo'yga ko'chirib beramdik-ki.
5 koy Beş koymayı. koymu, 2 koymu. Ajnarak bir pulun köçürüp berdi. Heliqi koy soda. Qıplı köçürüydü. Qo'yg'u deyman bilmabman. Ko'cha. Bir oydan keyin men bir jutqi berib keldigan bir fursat chiqib, optuzdi bansam, optuzdi mushunaqcha. Oshxonaga tamoq yeyib kirsak mushunaqcha. Bir oydimi? Bir oy, 1,5 oy ichida butun Shinjongning hamma yerida mushu naqshlar bo'lib ketgan. Hisobda sen birinchi bo'lib meni dengizdan chaqirib majburlab. Bu meni mushu hayotim, naqshchilik hayotimda bir janjot yani. Desam bo'ladi. Mushu do'stimning mushu menga qilgan ajrini ko'rsatgan to'pisini, ya'ni mishada ko'pchilik bilan bir o'rtoqlashmoqchiman. Sana rahmat do'stim. Shu chaqda shunda ajr qilgan. Shu sening ma deng chiqib qolgandan keyin mening bir naqshat qildi bu. Ha? Naqshat qildi. Qaysho yana birisininki uyga ko'rib aytdik, vaqtida sen degandek unda loyinponim topolmay biz oldiga bir piyola suvni qo'yib kelib suzuk olib. Yerlik ama. Ma chaldi men. U mening deyimim shu vaqt beksetib ketgan. Bunun ovozini qitib, uning bergan narsa bo'ldi desek vaqt flamoyd qilib deyim chiqdi deb cho'l. Qo'shib ketdik. Eliq bir og'iz cho'lib ketgan bir shonka loyinchidan birini mushu o'q berganingizga deb bergan. Uni 3-4 yil ishlatdim, biz chiqdim men. Esanmi? O ishlatning shuni bergan. Bergan shu. Xo'sh, biz vaqtida. O Abdukiramlar peyzavati usulliq naqshliga. Shu Muxtar Qozam shuni bilan tepsi var bunun. Hozirmi bizga bu asli bizni Qozam demaydi, biz buni Qozam desak bo'ladi-ku. Bu yesh cho'ngib ketgan bilan bizning oldimizga nash xuddi kichik sebebaldek bu. Oqko'ngil. Hammadan Qozam deb laqami Qozam bo'lib qoldi buni hozir. Muxtar Qozam. Qozam. Hozirmi mana oson emas. Men hozir bir barmoqi yo'q bu jerim savaqtishimda. Uning ustiga ma'qulining mushaydilik tumi. To'g'ri. Yana mush ig'ir tumi bilan ma'quli, yana ma'qul bir barmoq yo'q. Mushunchilik chilishning o'zim oson emas. Shu hozir konsertini buni degan Magnitoya qat'iy barmoq. Hozir uning ustiga Abdukiram bu shu Bejonga qaytib kelgandan keyin yana muzikada izlanishdan boshqa bir yangi bir kasbni tutibdi degina. Bu bas gitarni hozir mening bilishimcha bu kunda 4 soatdan oz emas mashq. Hozir ba'zi bir so'rinlarga berib, masalan, qanday o'yinlar qatnashib o'tibdi, uni ko'rdim. Savaqdosh bo'lgandan keyin ko'ngil bildik ekanmizda, endi bu Qozonning avval qandaroq deb xeyli yaxshi saviyasi. O'yinlar qatnashdi. Endi mushu barmoqning qaysi so'l qo'lning barmoqi anda bo'lgandan keyin bu endi butun bas gitarni ta'tir chalishga to'g'ri keldi. Açmış barmaqning nimasi bilan sen ta'tirlaganmi? Voy, o'ng'i qilgadim, so'lg'i shu davomida Oson emas. yaxshilik. Shu ish to'g'riliq so'zlab beradi, o'zing qanday qilyapsiz? Bo'ldi, sening qo'lingda tegmisin. Endi bundan keyin tegmisin. Shu qanday Kichik bu yana. Shu 16 yoshga kirganda 15-14 yosh. hozir qiyinchilik bormi bu shu muzikani chelishda? Hamda bu jalpanda akkordlarni tutsam bag'a, ma'qulamda tutib olamayman degina akkordlar qiyin emas. Jaz akkord deysiz, yangi chiqqan akkordlarda. Hamda shuni ashni sol hay basini qilsam 3 yil bo'ldi, hozir 3 yilni ashti tirishyapman. Yani 2 yilgacha chestib ketishimga ishonchim. 70-80 yosh kirgacha bir o'g'il bo'lsang bo'lsin. Uyga cheksiz qo'yamda, menga o'lguchi o'g'limiz bor. Hozir basketlarda qanchalik o'rganganligini biz ko'rsatib bera olamsiz? Ko'rsatib beray, endi shu, lekin bizning savdoshlar mari issiq, mas'uliyatchan bak esila. Shuning uchun ko'rsatib. Shu basketlarni hamda so'lxay mashq qilyapman hamda keyin chuqur yaxshi natijalarni qozonish uchun tirishyapman. Bu hozir bir ikki kez tirishish tutumida qarqab. Boshda emas, o'ng oldi buni so'lg'i ko'nash bir gap, chilish bir gap bor buni. So'lxay mashq qilmoqqa qo'zam bektas. Qaysi? Yanıcı. Yana chiqam muzikalardan kelsak pulda. Ha, to'g'ri. Hozircha shunday Qo'yalg'i chaqirmaydigina buni. Yozuvchi chaqlim buldi. Shu men o'tganda Ko'lenda qarindoshlar degan film ishga vaqtida Xotanda 68 musiqi xalq san'atkorlarining muzik chaldirdim. Bir cho'ng bir ko'rinish bor. Chaldirib olib keyin chiqarib men buni. Atrofda ish qildim, muzikasini ishildik, ham kino muzikasini Gojixo deymiz, cho'ng dardim emasmi? Qarasam farq bo'lib qoldi.
Bu farq nima desam, men muzikani sizlarga o'xshab tushunmasam-mo, lekin bu bizda bas ovoz bekkamki. Bu yurak tegadigan narsa, shu baskinchi. Bizning muzikalarımızda asosan so'qma. Buniki mayliq yuqori ovozli narsalar jiqildi. Ha, go'yin narsalar. Go'yinjiqa. Ha, shuni deymizmi, ovozda davomliq bizga yurak tegadigan tuvan ovoz, quloq tegadigan egiz ovoz deymiz, yuqori ovozni. Shunga egiz ovoz bekka hammasi egiz ovoz bo'lib ketganda yurakka bardig'ini azob qiladi. Shunga muxtar bilan mo'ngdashsam, oldingi kunda deydi, adash shu bir dutta tambur ravab, shu muzikalardan bir nechasiga bir bas gitarni qo'shib, bir shoshing bir yo'di qilgan bo'ldi ekan, bir dop manda qilgan narsalar bor hozir. Shunga 4-5 kishilik bir nima qilsak, tuvan ovozga bas gitar mas'ul bo'lsa, shu naqsh muzikaligini yaxshi tankash qilgan bo'ldi ekan dedi. Bu ham shunda bir orzusi bor ekan, kichik bir yo'di qurdigan. Bundan keyin hamda tirishib va cho'qim bizga yana shunday mevalarini ko'rsatsan bo'ladi. Yani tam hamkorlashib mustaq. Albatta, hamda shunday qilamiz. Abdukarimning vaqti bo'lsa, jazgu chapasbek Facebookda. Burun bek quli tezki, hozir hamda rol nima ketdi, o'yam ketdi bu. Mashina rol bo'lsa ya. Burun jazgu bek tezki. Men rolga desam, men taqam mashina rolga. Yaqindan beri Quzamning Muxtar Abdullaninki uçurlarını ko'proq egalladim, chunki shu programmada mo'ngdishimiz u bu deb. Buning irodasi nihoyat chin. Muzika sohasida bo'lsin yoki boshdan chiqargan shu ekran rol elish kasbida bo'lsin, yana shu sohaga qaytib kelib, har bir savodoshlarimizning, do'stlarimizning, qarindoshlarining yordami bilan men shu sohada yana bir azroq bir o'zimning talantini namoyon qilsam deb shunday arzu armonda bo'ldi. Bugun Muxtarni shu ekran oldidagi tomoshabinlar o'zining bir irodasini bir deb bersan. Indama. Sen deytem sen. Yo'q, buni sen cho'qim o'zing deysan. Ben shu tirish orqali hamda necha vaqtdan bir yo'qolib ketdim emasmi? Mana do'yan savaqdishim, savaqdash ataqliq vaqtchi savaqdashlarim bor. Aminaga o'xshash, mana bütün savaqdashlar bek faxrlanmamdi. Rahmat. Biz senden faxrlanamiz muhtar. Hem sevinib turma, bütün balalarni sevinib turma. Chunki ash vaqtida biz maktablik vaqtida Abdukarim abay deb o'tdi, o'zim. Shu yilqi men savaqdashlikni ishib ketdik biz. Unutgan shunda holatga berib ketdik emasmi? Bir-birimizni sevinibmizda. Buningki hayotimda shu birlikda hamkorlashib, muzika har qaysi mesela film bo'lsin, birlikda hamkorlashib, davlatimizning har qaysi nimidagi saadiki do'stlar bilan ma'naviy ozuq berishlarchi ashtaq bir yaxshi ishlarni qilgan bor. Hammadan sen o'xshash tirishchan bo'lsa, bu dunyo texnik go'zal bo'lib sen bitirishcha qo'zan, men ham tirishdim buldikan-ku endi. Shu tirishchanligingga zada hammamiz qo'l qo'yamiz maktabda. Men manda boyatdan yaxshi bunaqa chaqchaq qilib o'tirishni deb nima desam, bo'ylaq biz kichikimizni tad bulog'indiki uning sebebi uzun arilib ketdi shu. Yana ko'z oldimda shu 18-19 yoshga ash qozonli ko'rinadi bu. Maktabdagi vaqtlar. Yana o'maq bu. Bas o'maq bu. Ahko'ngil inson. Ahko'ngil inson. Bizning bildirmoqchi bo'lganimiz yana Muxtar Abdullaning kuchli irodasi va sahnaga qaytib keldigan, ekranga qaytib keldigan. Biz uni shu arzu armonlar yo'lida japa tassimi yaxshi natijalik bir aktyor, yaxshi natijalik bir muzikant bo'lishiga chin dilimizdan tilakdoshmiz. Mana Abdukarim bilan ikkimiz va'da beramiz. Sana qo'limizdan kelishicha yordamimizni. O'zi dizmamsak bo'lasizmi? Ben kuvacımı. Tibobat tarixiy materiallarda zanchivil, jigdi yelimi, qahva uruqi qatorliqlarning choch chiqishni ilgari surib, bosh terisiga namlik yetkazib, chochni yiltizdan quvvatlaydiganlikka xotirlangan. Sarkardi şirkati bu xil o'simlik materiallarning afzalligini bayqab, Sarkardi shifoiy yurishlik choch so'palarini choch asrashni maqsad, sog'lom chochga ega bo'lishni orzu qilganlar sundi. Choch so'palarini tanlaganimizda bexatar sifatligini tanlashimiz kerak. Chunki choch demak beshimizga toj demakdir. Sarkardi shifoiy xom zanjivil g'oli yurishlik choch so'palari. Ko'rayotganingiz Sarkardi xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida olib berilayotgan xush keldingiz programmamiz. Şinjan Sarkardi xalqaro savdo cheklik shirkati ko'ngil qo'yib tujib ishlab chiqargan mahsulotlar oilangizda kam bo'lmasin. Albatta, u siz uchun salofat va latofat ata qilgusi. Xayr qarindoshlar, kelar sonda ko'rishaylik. Uyda g'am safarda choch osrimo bo'lsang agarda
Serkerde serkerde yeza ve şeherde serkerde